Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, hurmatli aka-ukalar. Hozir bir kattaroq bir davraga guring ketib qoldi. Qayerdan ko'p kishi bilmaydi. Endi hamma har tomondan borishgan. Shunda bir savol berishyapti-da. Nechinchiyiz hamma bir savol berdi. Ko'pi biz tengi, ko'pi 1-2 yosh kichkina, 1-2 yosh katta, xuddi shu holat xullas. Katta ko'p yosh katta akalar yo'q. Keyin aka deyapti, sochingizni bo'yagansizmi siz deyapti. Nima deyapman? Nima deyapti siz sochingiz qap-qora deyapti. Keyin men aytaman, buni sabablari ko'p deyapman. Nima sabab masalan deyapti. Men shunday davradan, uni qo'lim cho'zolmanda, shuni anjirni ololmanda, shuni ish qilib, shuni yeyoramanda. Ko'chga edanman deyapman. Anjir deyapman, jannatning mevasi deyapman. Anjirni qanchalik ko'p yesanglar deyapman, sochlaring yoq tushmaydi deyapman. O'shadda o'ziga aka bizga 20 kilo, bizga 30 kilo deb birdan zakaz qilib, men shu anjir sotayotganlar bitta ikkita bratanlar bor, opalar bor, nimalar bor, tanishlar bor, nomerlarni berdim o'shalarga. Endi ketdi ko'chkada anjiri yonasib, butun O'zbekiston, butun O'rta Osiyo yonasib taniladi bu anjir. Shu anjirni hurmatiga bir like, podpiska, kommentariyani gummillatib bosib qo'yasizlar. Muhimi kasal bo'lmanglar. Kasal bo'lsanglar, mana anjirchan yeysizlar, kasallaring umuman yo'q bo'lib ketadi.